Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 12 ayning 16 kuni juma. 2 haftada bir qatim chiqadigan programga chiqishim. O'tgan hafta men DC'da bo'lgan, nurg'ularinglar bildinglar. Aşağıda Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash xalqaro ilmiy muhokama yig'iniga qatnashdim. Bu yig'inni Amerika Uyg'ur akademiyasi asos bo'lib turib tashkilladi. Faoliyat nihoyatda yaxshi bo'ldi. Yig'in jarayonida hali ko'p nutqlarni aynan naq maydondan taqitishga tirishdim hali. Ehtimol ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Bu yilning ichida endi bu qatimqi yig'indan boshqa men 5 ayda Myunxenda Dünya Uyghur Qurultayı o'rlashtirgan Milliy Kengash yig'iniga borgan. Ondan keyin 11 ayda o'tgan ayda Brusselda o'tkazilgan xalqaro Uyg'ur munbiri faoliyatiga bordim. Maqatim faoliyat 3-chi faoliyat bu yilgi xalqaro faoliyatlar Uyg'urlar haqidagi. Men har qatim mushta faoliyatga borsam, hozir bu faoliyatdagi o'zgarish birisiga qaraganda birisida nihoyatda cho'ng o'zgarishlar bo'lyotdi. Qaysi jihatdan degan chog'da Uyg'urlarning beshik kelgan fojia borgan sari ko'plagan xalqaroda tutilgan siyosatchilar, akademiklar va hukumat arboblarini jalb qilyotdi. Hozir mayli Dünya Uyg'ur Qurultayı bo'lsin, balki bu qatim Uyg'ur akademiyasidan bo'lsin, taklif qilgan kishilar asosan hammasigidek kelib, u yerda nutq so'zlab, Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirib, o'zlariniki tajriba saboqlarini o'tirib qo'yib, undan keyin Uyg'urlar qanday qilsa bo'ladiganligi haqidagi o'ziniki taklifini berib degandek kayfiyat intayin qizg'in, xuddi bir urug' tuqqanlardek g'aribliklarda bo'lgan ishlarda. Maqatimmi Amerikadagi NED degan Uyg'urlarniki tashkilotlardan 6 tashkilotlarga pul berayotgan o'rin, uniki sobiq raisimi kelib so'zlab berdi. Bir ikki senatorlar video orqali bir necha qatim, bir qatim emas so'zlab berdi. Buning ichida yaqinda Uyg'ur siyosati qonun loyihasi degan qonun loyihasini chiqargan Koreyalik Avam palatasining a'zosi Yang Kim degan xonimmi so'z qilib berdi. Ishqilib xalqarodagi Uyg'urlarga bo'lgan qo'llash, yordam qilish kayfiyati intayin kuchli bo'lyotdi. Hamda xabarimizda bo'lgandek Uyg'urlar dunyodagi boshqa millatlar bilan solishtirgan chog'da bek cho'ng millatga kirmaymiz. Bizniki nüfusimiz dunyo nüfusiniki 0,2%'nin degidek egallandikin shundoq to'g'ri keladi. Men bugun qayta solmoqman buni. Shundoq. Andikin bizga o'xshash taqdirdagi millatlar ichida Tibetliklar solishtirsak, Amerika hukumati Tibet surgundi hukumatiga uchunlamkin yiliga $15 million pul chiqaradi. Men bu yilning 5'ida shu NED'dan Tibetlarniki tashkilotlarga chiqadigan pul qanchalikdir deb bu Tibetlarniki surgundi hukumatiga bergan puldan boshqa qanchalik pul chiqaradiganini deb hisoblab baqqan. 11 dak tashkilotlarga beradigan pulsi 1,3 million dak pul ekan. Uyg'urlarga berayotgan pul ehtimol shu Tibetlarniki tashkilotlarga berayotgan puldan o'xshash pul chiqarayotgan bo'lishi mumkin hozir. Surgundi hukumat Tibetlarning surgundi hukumatiga bergandek unda pullarimiz yo'q bizda. Shundoq turib, hozir Uyg'urlarniki da'vosi xalqaroda intayin muhim o'ringa o'tib ketdi. Umumyuzlik kishilarniki bir qizg'in kayfiyat ichida qo'ldan kelishicha o'ziniki borlig'i bilan yordam qiladigan mushtaq bir ahvol shakllandi. Ayni vaqtda 1990-yillari, 2000-yillari Uyg'urlar xuddi bir Amerikaniki yoki BDT'niki uyga bolasdak his qilardik biz. Men his qilardim shu chog'da. Bo'ynimizni qisib, bir yerga kirolmay, kurishalal kurisholmay degan gapimizni deyolmay degandek. Men bu vaqt o'tgan haftada mazraqtab berdim. Hozir bo'lsa Uyg'urlar dunyodagi xil-xil yerlarga qul yetadigan
chet el hukumatlari, BDT'niki organlari, Yevropa parlamenti degandek burun Uyg'urlar ba'zi yerlar kurashish, ba'zi ishlarni o'rlashtirishda Tibetlarga yo'l bo'lgan bo'lsa, hozir Tibetliklar Dünya Uyghur Qurultaydagilarga yolvoradigan ahvol kuchli hozir. Shunaqa bo'lyotdi. Mush qatimli faoliyatlardami men shu narsani pek his qildim. Endi bundaq cho'ng yaxshilanishlar bor. Uyg'urlarga xalqarodagi muomalasi jihatda. Lekin vatanda cho'ng o'zgarish yo'q. Bizga bo'lgan ziyon bo'lib ketaveryapti. Bu jihatni aytgan chog'da hammamizga ko'ngli yerim. Biz rozi emas hozirgi natijaga rozi emas. Lekin bu xalqaro ishlarniki hammasi xalqaro munosabatdagi har xil tabiiy qonuniyat bo'yicha bo'ladigan bo'lg'achqa biz u qonuniyatning sirtida bir ishlarni qilib natijani qo'lga keltirolmaymiz endi. Ashta bo'lg'achqa nihoyatda qattiq azoblanayotgan, ochiqlarni ichimizga jutayotgan asosda qanchalik ishni qila olsak qilib, qancha natija qo'lga keltirsak keltirmashda yashaydigan gap ekan. Hozirgi Uyg'urlarning ahvoli mushtarak bo'lyotdi. Bu qatim meniki ko'rgan yana bir ahvolim Uyg'urlardami hozir umumyuzlik qo'zg'alish, umumyuzlik harakat etish, nihoyatda keng doirada birlashish yuz beryotdi. Buni men albatta tilgan 3 xalqaro faoliyatlarning hammasini ko'rdim. Bu qatimmi ko'rdim buni. Bo'libmi shu Uyg'urlarniki tajriba sohalarini o'zlarining nima ish qilayotganligini, Uyg'ur madaniyatini va ona tilini saqlab qolish jihatida shuni so'zlaydigan kuni zodi nutq so'zga chiqqanlar shunday bas-basda o'ziniki quvvatqa ishlarni so'zlab boshlab ketdi. Bir cho'ng masala shu vaqt yetishmasligi bo'lib qoldi. Endi buni tashkil kuchlardan ko'ngil bo'lmaydi. Bu qatimki faoliyatni nihoyatda zich o'rlashtirilgan endi faoliyatni ichida qildigan ishlar ko'p bo'lganligi uchun ashtaroq o'rlashtiribdi. Ashta boshqa ularning ko'ngil bo'lmaydi. Endi shu o'ziniki quvvatqa ishlarini tunishtirmoqchi bo'lgan qarindoshlar ichida biroz ko'ngli yerim bo'lib qolganlar bor deb o'ylayman. Qilib kelgan tayyorliqlarini to'liq o'tirib qo'yolmaydi degandek men bir bo'lakka bir bo'limga mas'ul bo'lgan meniki bo'limimda asosan bir odamga berilgan vaqt 5 minut uni kontrol qilish xil tez keldi endi yerimdan ortiq qarindoshlar o'zini bilib 5 minut ichida tugitib boshqa qildi ba'zi qarindoshlar eshib ketdi lekin bu umumyuzlik kayfiyat nima desa shunday kuchli qizg'inlik bor qarindoshlarda birisi amaliy ishlarni ko'p qilgan ikkinchisi bu qatim qilgan ishlaridan xalqimizga so'zlab beradigan masalasi kelgan chog'dami nihoyat qizg'inlik yuqori endi ashta bir kayfiyatni ko'rdim. Andan keyin shu xalqaro faoliyatlarda bo'lib Uyg'urlar o'z oldimizga qilgan faoliyatlar ichida vaqtni kontrol qilish jihatda bu qatimki faoliyat burunqilarga men qatnashgan faoliyatlarga qaraganda yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman. Bu qatimki faoliyatda Uyg'ur akademiyasiniki Amerika sho'bisi nihoyatda ko'p kuch chiqadi. Men bularniki butun o'rlashtirish muzokarasining ichida bor. Guruhning ichida bor, lekin men ancha fikr qatnashtirib qilib ketmadim. Lekin bularniki qanchalik tirishayotganligini har kuni ko'rib turdim. Endi bu ishni qilayotgan qarindoshlarning hammasiniki butun kunlik xizmat bo'lganligi uchun xizmatni qilib turib uni sirtida bunday bir faoliyatni o'rlashtirish oson emas. Uni ustiga iqtisod yetarli emas. Ashta boshqa qanday qilib oz pul bilan ko'p ishni qilamiz degan bir cho'ng masala bor. Shunga butun qarindoshlar zodi nihoyatda ko'p tirishib yurib shunday bir ishni vujudga chiqardi. Men bu yerda shu bu qatimki ishga kuch chiqargan barliq qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Endi bu qatimki yig'inda o'tirib tushgan nihoyatda isl fikrlar bor. G'arblik siyosatchilardan, andan keyin akademiklardan Uyg'ur masalasi to'g'riliq. Bu to'g'riliq meni bu yerda bo'lmaydi. Meniki biroz planlarim bor. Hozir shu umumyuzlik bir saqlanayotgan ahvol, mana shu faoliyatlardan o'tkazimiz nihoyat obdan fikrlar o'tirib tushdi. Lekin uni keyin paylanish bosqichiga kelgan chog'da bir qoldirilgan rekord bir narsa bo'lmaganligi uchun keyingi ishlari toz yaxshi bo'lmayotdi. Meniki bir qism planlarim bor.
vaqtim qanchalik yer berdi bilmayman. Xudoyim bo'lsa men qarindoshlarni shu yuqorida aytilgan bir qancha cho'ng faoliyatlarda o'tirib tushgan muhim mazmunlardan xabardor qilishga tirishiman. Bu qitimqi faoliyatda, desidagi faoliyatda o'tirib tushgan ishlanishida bir qancha 3 muhim narsa bor. Men qisqacha tilga qo'yib turay hozircha. Uniki birisi Yahudilar o'zini qanday saqlab qolgan degan masala. Bu masalada ND'niki sobiq raisi o'zi Yahudi ekan, men bir o'qimabdi ekanman. Bu qatim tunji o'qdim. U kishi intayin samimiy bir kayfiyat ichida Yahudilar o'zini saqlab qolish uchun qanday ishlarni qilganligini so'zlab berdi. Xudoyim bo'lsa, bunday mazmunlarni keyincha tunishtirishga tirishamiz. Yana birisi yana bir oliy maktabniki professori nayati yaxshi gaplarni dedi. U kishi jiq millatlarni tarixlarni tadqiq qilgan ekan. Tarixda ibodatxona, masjid, yerlik gumbazlarniki chiqilishi nayt ko'p bo'lgan deydi. Ashtaq taqdirga uchragan millatlar intayin ko'p. Lekin xalqniki minisi qalbini buzg'ili chaqil bo'lmaydi. Agar millatni qalbinglarda suyib, o'zinglarniki iymonni yo'qotmay, aqidasini yo'qotmay, davomli tirish bersanglar, yine qaytadan tirila olaysizlar. Tarixda bunday millatlar intayin ko'p. Bunda misollar intayin ko'p. Shunga Uyg'urlar umidvor bo'lib yashash kerak degan gapni o'tirib qo'ydi. Men bu kishilarga ayrim paranlashda meni azroq so'zlab bo'lgandan keyin. Shunga bu narsalarni hammamiz esda tutsak bo'ladigan bir masala. Anından keyin yana bir o'tirib qo'yilgan masala. Buni Adrian Zenz o'tirib qo'ydi. Adrian Zenz bu qatimqi yig'inga boshdan oxir qatnashib bir qancha qatim nutq so'zladi. Adrian Zenz shu Avstraliyada shu bu yilmi o'tkazilib chiqqan bir Uyg'urlar haqidagi kitobniki kirish so'zi haqida ozroq to'xtaldi. Bu kirish so'zida Uyg'ur fojiasini butunlay burmalagan. Hatto butunlay burmalab biz Uyg'urlarniki vatanining ismini Sharq Turkiston deb atashni rad qilamiz degan yagichi bo'lgan. Endi bu kitobni yozganlar Avstraliyadagi kasbiy tadqiqotchilar. Nayt ta'siri bor xalqarada. Ashtaq kishilar bo'lg'ashqa mushtaq kitoblarni yozib chiqqan vaqtida uningga hech qanday raddiya berilmasa, Uyg'urlarga bo'lgan ziyon bak cho'ng bo'lib ketadi. Adrian Zenz buni bak kuchab o'tirib qo'ydi. Men o kitobning xabarim yo'q ekan, bu qatim tunji qatim anglashim. Ma buyan sizlarga bu video chiqishdan burun o kitobni qo'lga tushirib, ularga zaten nima deyilgan bu to'g'riliq izlanishga vaqtim bo'lmadi. Bo'lsa boshqa bir qarindoshlar mana shuni qilib boqqan bo'lsanglar, shu kitobni ko'rib, kirish so'zini ko'rib, qanday xatoliklar bor ekan, uni qanday taqabul qilsak bo'ladi. Bunday ishlarni biz hech qanday yaqinmay qo'yib ziyon haqiqatan cho'ng bo'ladi. Endi bu jihatda biz Xitoyga butunlay taqabul turib olmaymiz. Sababi nima deganda, Xitoy xalqarodagi Uyg'ur masalasidagi ta'tir tashviqotda intayin ko'p pul ajratib. Ularniki 2015-yili Birlik Sap ministri Tongjanbu, Birlik Sap ministriniki shu tashqi tashviqot ishlariga ajratgan pulsi 2015-yili ajratgan pulsi 15 milliard dollar. Hozir chet eldagi Uyg'ur tashkilotlariniki hammasi ND'ga o'xshash yerdan olgan, evatgan yillik pulini qo'shgandimi 1 milliondan sal eshish mumkin. Bakchiq emas. Biz aşınıcılık kichik ojiz kuch bilan Xitoyga butunlay taqabul turib olmaymiz. Lekin ba'zi cho'ngroq ishlarda, masalan, Avstraliyada bir demokratik davlatniki ashtaq kitoblarni chiqarib, Uyg'urlarni qarlashga uringan vaqtida uningga biror adam bir narsa deyish kerak. Endi bu yerda Adrian Zenniki degan gapi Uyg'ur fojiasini dunyoga anglitishda uniki tasvirini Uyg'urlar o'zi yozish kerak deydi. Bunda xalqaro tayanishga bo'lmaydi. Bo'libmi betaraf oldi yozish kerak, chuqur xalqaro o'lcham asosida, xalqaro qabul qilinadigan asosda yozilishi, ammo bu chuqur Uyg'urlar tarafidan yozilishi kerak deydi. Bu gapning ma'nosi bak cho'nqur. Nimishqa deganda, hozir dunyoda shu Xitoy masalasida
tunilgan bir qancha mutaxassislar bor. Ular Xitoyni haqiqiy turda tushunadi. Masalan, Michael Pillsbury deymiz, General Spalding, andan Gordon Chang degan bir kishi bor Amerikada. Bular Xitoyni to'liq tushundi. Lekin mana Xitoy haqida tadqiqot qilayotgan yoki maqola kitob chiqarayotgan nurg'un kishilar bor. Bular ancha tushunmaydi. Nəhayət yüzəki düşünüdü. Bir tərəfindən düşünüb yazıdı, açtaq bu qaşqa yazılan nəsədə çoltuluq, kəmçilik nəhayət eğir əndi. Uyğurlarda yazanmaydı. Bu Xitay'niki Uyğurlar qaratqan vəhşi siyasətlərini heç kim Uyğurda düşünməydi. Əndi bundaq bir bu sahadakı işlərni hazır yetişib çıxatqan Uyğur yaşları qısı boladı. İngiliz so'zlaydigan eng yaxshisi chet ellarga kichik vaqtda chiqqan yoki chet elda tug'ilib o'sgan shu xalqaro munosabat, xalqaro qonun, hokimiyatchilik musada o'qigan mushtaq yoshlarimiz mush ishlarga bir guruh bo'lib kirib, shundoq halqiliq Uyg'urlarga eg'ir ziyonlarni akildigan narsaga radiya bir jihatda ish qilsa bo'ladi. Men hozircha mushlik deb qilib turay bu ishni ish qilib mana bu qatim nəhayət təsir qilgan bir qancha ishlarniki birisimiş shu. Endi yuqorida hozir chet eldagi Uyg'urlarniki nəhayət umumizlik qo'zg'alib, nəhayət keng doirada birlashib, birisi siyosiy jihatda da'voga intan kuchayotganligi, yana birisi Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur tilini qo'llab qilish jihatda nəhayət kuchayotganligini aytdim. Endi bu jihatda Uyg'ur ziyolilarining qilayotgan ishi bor. Shunga biz yaqinda ko'p o'ylashib, kelar yil Istanbulda 20-siyada bir faoliyat o'rlashtirib, chet eldagi bir qism Uyg'ur ziyolilarining hozirgi aqli kuchini bir to'plab baqsaq deb işte bir qarorni oldik. O'tgangi videoda dedim, bu haqda xil tafsil dedim. Undan keyin Facebook'ma bir narsa chiqardim. Bu qisqacha mazmunni qanday yozish, qanday qachon yo'llash degan narsalarni bunga sal qarmasanglar, bu bir fursat. Masalaga bunday deb qo'yapman. Bunga tutish qilgan ziyoli qarindoshlarimiz sizlar faqat bir ikki parchadan maqola yozsizlar. Buning nurg'un ishlari bor. Biz oq tarafdan qildigan. Bizning vazifamiz jiq eg'ir sizlar qaragan chog'da. Lekin hozirgi vaziyatning navbatdagi vaziyatniki taqozosi, davrning taqozosi. Ashta bo'g'ashqa ziyolilar mana shu vaqtda o'tirib chiqib millatga bilim berish, millatni tarbiyalash, millatni yetaklash rolini o'tash kerak. Shuning bir fursat yaratib beraylik deb quvvatimiz. Bizning nurg'un ishim oqsat qilgan nurg'un ishlarimiz bor. Leksiya bo'lishdan burun yozilgan maqolalarni biz to'plam qilib bir kitob qilib chiqarib, besib shu leksiya maydoniga bir taqitimiz biz. Leksiya kelganlarga haqsiz taqitimiz. Shu nurg'un ishlar bor. Buniki birinchi deadline vaqt muddati va ish qisqacha mazmunni topshirish. Bu kelar yil 1-ayning 15-kuni. Shunga buni unutib qolmagan bo'lsanglar. Yodingizga bir sep qo'ydim. Hozir qadar maqola yozib beray degan qarindoshlarniki maqola soni 30dan oshdi. Aslida 20 leksiya degan 30dan oshdi. Bu bo'laverdi. Leksiyaga kelmagan qarindoshlarniki maqolasi tanlanib qolsa kitobga kirgiziladi. Ashta boshqa qancha maqola bo'lsa biz kitobga kirgizamiz. Agar bir kitob va qalam olib kelsa, ikki kitob chiqaramiz biz buni. Bu muhim narsa hozirgi davrdagi ziyolilarniki rolini joriy qildirish. Mushuni bir fursat yaratish. Mushuni Uyg'ur Project fondidan qilaylik deb o'tirib tushdik. Shunga yordam qilinglar. Endi sizlarga deb qo'yadigan yana bir xabar necha kun oldida RFA-niki Erkin Asar Radiosu'nun bir xabarini aldinglar. Bir yangidan chiqqan kitob Til kishilik huquq qo'llanmasi degan bir kitob haqida. Bu kitob nayt danliq bir nima bor? Nashriyat bor, Wiley deydigan. Shu nashriyat tarafdan chiqdi. Qattiq tashliq jami 52 bob bor bu kitobda. 52 bob bor. Bu kitobniki birinchi qismi til kishilik huquqda qo'llanilgan usullar.
til kishilik huquq tadqiqot ishlarida qo'llanilgan usullar. Ikkinchisi til kishilik huquq sohasidagi xalqaro o'lchamlar. Üçüncü qismi ayrım dilolar. Ayrım dilolar degan gap dunyodagi shu til jihatda irqiy qirg'inchilikka uchragan millatlarniki ahvoli. Uyg'urlarning ahvoli shuning ichida. Dilolar, ayrım dilolar. Kishilik huquq dafsandirish haqidagi ayrım dilolar. Andikin to'rtinchi qismi til kishilik huquqini ijro qilish jihatdagi dilolar. Qandaq bir qism joylarda til kishilik huquqi nihoyatda yaxshi ijro qilingan. Buni qandaq ijro qilgan? Ularning tajriba savoqlari nima degan sohadagi masala. Yana birisi til kishilik huquq sohasidagi o'zaro kirishib ketgan bir qism masalalar. Mushundoq deb jami 5 qism bor ekan bu kitobda. Uyg'urlar haqidagi mazmun. Üçüncü qism til kishilik huquq dafsandiriligi haqidagi ayrım dilolar degan qismiga kirgizildi Uyg'urlarning ahvoli. Bu vaqtda men hozir to'xtalman. Endi bu kitob dunyodagi shu cho'ng hukumat, oliy maktab kutubxonalarniki hammasiga kirdi. Bu bir nupuzli kitob endi. Hatta bu boshqa shu hukumat, oliy maktablarniki butun kutubxonalarga kirgizildi. Ondan bu kitobdan siyosat chiqaradiganlar, qonun farmon chiqaradiganlar foydalandi. Ondan oliy maktabda dars qilib o'tiladi bu kitob. Meniki hozir qadar kallam kelgan ahvolim shu. Hatta bu boshqa bu kitobning chiqishining ahamiyati bek zo'r. Bu kitob hozir Amazonga chiqib bo'pti. Işi qarasanglar bu o'tgan 2023-yil nashr qilindi deydi ekan. Lekin hozir Amazon chiqib bo'pti, sotib olib bo'ldi ekan. Amazondagi bahosi $181 ga bir kitob. Mesela ko'rsatib qo'yay. Endi bu kitobni nima bo'lib deb qoldingiz degan gapga to'liq hozir tushuncha beray. Bu kitobniki 24-bobi Uyg'ur haqida. Uyg'urlarniki shu til va madaniyat jihatdagi irqiy qirg'inchilik haqida kitob. 24-bobi. Buni sizlarga tunishib bo'lgan Abdulla Ayub inimiz, andaki yana bir tarixchi Shunqor Tekin degan inimiz, andaki men uchimiz birlashib tayyorladik. Bu kitobniki bosh muharriri sizlarga tunishib bo'lgan Kangas xonim. Agar sizlar meniki ayni vaqtdagi qo'sh tillik ma'rif to'g'risidagi maqolalarini o'qigan bo'lsanglar, Kangas xonimni bilasizlar. Men u xonimniki kitob maqolalarini xil tunishtirdim. Bu xonim shu yerlik millat ma'rifi, anikin ona til, qo'sh tillik ma'rif sohasidagi dunyodagi eng nupuzli bir xonim endi. Men shu xonimniki shu qo'sh tillik ma'rif Xitoylar vatanimizda qo'sh tillik ma'rif bahonasi bilan Uyg'ur tilini bichit qilishga boshlagan chog'da qo'sh tillik ma'rif zoti qandaq narsa deb bu sohada izlanishga kirishib, shuning bilan Kangas xonimniki asarlari bilan, kitoblari bilan tanishib, keyin bu xonim bilan aloqalashib, u xonim bilan do'st bo'lib, u xonim Kaliforniyada bir qatim bir ilmiy doklad yig'iniga kelgan chog'da men xizmatdan so'rab, shu yig'inga berib, biz ham yinimdan pul to'lab, tizim kirib, xonimniki leksiyasini anglab, u yerda dokladini 2 soat doklad berdi. 2 soat doklad berib, 2 soat dokladda 150 varaq PPT vücudunu tüketip oldu. O vücudu mende baş vaqtida bana bergen. Aştaqlı yaqin do'st bo'lib qolgan. O xanım shundan keyin bana bir ishga va'da bergan. Erkin agar men bundan keyin har qandaq yerda qo'sh tillik ma'rif, ona to'g'riliq haqida so'zlasam yoki asar yozsam, chuqum Uyg'urlarni tilga olaman deb shuna degan. Xanım tili o va'dasida chin turdi. Aştaq qilib shuna qilib kelyapti endi. Maqatimki ma asarimi shuni bir natijasi. Bu xanım bir taklif etgan menga. Mesela bir kitap çıkıyordu. Şunu Uyg'ur haqida bir bab yozib bergan tayyorlab bergan bo'lsanglar deb. Tayyorlab bergan bo'lsang dedi. Men buni o'zim emas do'stlarim bilan yozsam bo'lamdi desam, u albatta bo'ldi dedi. Shuni 5 odamga taklif qilib keyin 3 yalan, 2 yalan qabul qildi. Ashta qilib uchimiz birlashib uni yozdik endi. Bu
şu Uyg'urlarniki ana tili uchragan taqdir hozirda uchragan taqdirni naydi yaxshi xulosalaydigan bir maqola endi. Albatta bu kitap İngilizce, maqolam İngilizce. Buni bilgan jurnal chiqadigan ukalar bilan hozir so'zlashdim. Buni keyin Uyg'urcha tarjima qilib Uyg'urlar degan jurnalga chiqarmoqchi. Shu joyda tafsir qilib olasizlar. Shu orqali bu kitob nima mazmun borligini bilasizlar. Bu kitobniki kirish so'z qismi bor. Birincisi, ikincisi Uyg'ur tiliniki 1949 yildan burungi ishlatilish va ma'rif o'qitilish ahvoli. Ondan keyin üçüncü kısmı Xitoy Kompartiya hokimiyati Sharq Turkistonni besib olgandan keyingi Uyg'ur tili uchragan taqdirlar. Ondan keyin to'rtinchisi Xitoy Kompartiya hokimiyati yurgizgan sodir qilgan boshqa jinoyatlar. Bu to'rtinchi qismi. Beshinchi qismi Uyg'ur xalqining, Uyg'ur millatining Xitoy hokimiyatiniki shu til jihatdagi siyosatiga qarshi ko'rsatish ahvollari, qanday ishlarni qilgan Uyg'urlar hukumatga qarshi, hukumatning shu siyosatlariga qarshi. Andan keyin 6-chi qismi til kishilik huquqiy jihatdagi xalqaro qonun farmon kelishimlar. Bu mazmun bor. Andan keyin 7-chisi xalqaro jamoatning Uyg'urlar duch kelgan krizisga qanday muomala qilganligi. Endi 8-chi qismi xulosa. Mushta qismlardan tarkib topadi. Albatta men degandek bu jihatda endi ba'zi bir tunishtirishlarni berishimiz mumkin. Endi keyin bu maqolani Xudoyim bilsa keyin tarjima qilib Uyg'urchaga jurnalga chiqaramiz. Endi nima kitobniki ba'zi qarindoshlar bu kitobdagi PDF nusxasini tushirib bo'pti, hozir tordan tushagil bo'ldi ekan. Buni biz taqasak bo'lmaydi. Euro Project fondidan taqasak bo'lmaydi PDF nusxasini. Agar boshqalar qanaqa qilsanglar o'zinglar qarab ish qilsanglar bo'ladi. Ish bo'lmagan chog'da Uyg'ur ona tili haqidagi bir bobni buni saqlab qo'yib tushirib olib, mush yoqda so'rg'anlarga bersanglar nihoyat yaxshi material bu. Nihoyat nima deymiz, bir universal mazmun bor buning ichida. Shunga buni deb qo'ydim. Endi Moşnunga ait yana bir xabar tünögün çıktı bu. İnimiz İzzeysa Elkün neki özü tercüme kılıp tahlillab qalgan bir şiirlar toplum barken Uyg'urlarniki şiirlerini özü tercüme kılıp İngilizcege tahlillab bir kitap qalgan ekan. Bu kitapni Angliyadagi bir donliq nashriyat nashr qildigan bo'pti kirajillikqa. Hozir pre-order deydi. Nashriyatdan burungi buyurtish boshlanibdi. Buyurt qilib bo'ldi ekan $20 ekan bu kitobning bahosi. Shunga buni sotilishga boshlasa bo'ldi ekan. Mening bir qism do'stlarim hozir buni buyurtishga boshlab bo'ldi. Bu shu nihoyat ham bir cho'ng xabar. Uyg'urlar bak cho'ng millat emas, iqtisodiyotan yani kuchli emas, ammo boshqa xil cho'ng ishlar o'chiq chiqyapti herhalde. Ezesa Elkün hukumimizga mübarek olsun. Yaqinki yana bir cho'ng xabar 15-sila tunugin chiqdi bu. Rubio, Amerikadagi Kongress senatorsi Rubio hozir yana bir qonun loyihasini o'tirg'a chiqardi. Bu qonun loyihasi Xitoylarniki Uyg'ur qirg'inchiligiga zo'r to'p qo'shgan shirkatlarini jazolash haqida. Buningda hozir tilga ilingan shirkatlardan 4 bor. Meniki hozir ko'rishimcha Hikvision, Dahua, Tiandi, andikin BGI deydi. Mana 4 shirkat asosli qilib turib, bu shirkatlarniki Xitoyniki Uyg'ur qirg'inchiligiga qanday to'p qo'shgan bu shirkatlar. Shuning asosan bu shirkatlarga jazo qo'llanishi haqida yana bir qonun loyihasi o'tirib chiqdi. Bu biz uchun bir xush xabar. Endi albatta men degandek Sharq Turkistonga odam evatib, tashrish yoki kuzatuvchi evatib, darhallam lagerlarni taqab, Uyg'urlarni qo'yib berib bunday ishlar bo'lmayotdi. Lekin bu yerda endi ikki xil ahvol bor. Birisi Xitoy davlatining ichidagi ishlar, yanisi Xitoy qo'lini sirt uzatgan ishlar. Ma shirkatlarniki sirt qo'li bor endi. Masalan, bu shirkatniki mahsulotlari nurg'un davlatlarda sotildi, Amerikada mu bor. Ashta bo'g'ashqa
bu xalqaro munosabat qonunlari bo'yicha, qonuniyatlar bo'yicha endi Xitoyning ichki ishga aralashmasimi xalqaro teshig'i sungan qo'llarini kesish jihatda bir qismi ishlarni qilyotidi. Biz bundan minnatdor bo'lsak bo'ladi. Agarcha umumiy natija biz o'ylagandek bo'lmasimi? Mushtaq tirishlarni ko'rsatyapti herhalde. Endi yaqindagi bir cho'ng narsa shu oq qog'oz inqilobidan keyin Xitoy hukumati karantin qilishni, Xitoydagi karantin qilishni biroqli bo'shatyapti. Amaldan qoldiryapti. Shuning bilan nurg'un ishlar chiqyapti. Lekin men o'zim bilamidimmi, safar jarayonida bo'lib qolib uqmadim. Men Twitterda bek aktiv, ben de Twitterda yangi chiqqan narsalarni davomli o'rtoqlashib turman. Agar vatan haqida yangi videolar chiqqan bo'lsa, menga uni yo'llab turilgan jiq qarindoshlar bor. Yaqinda shu Xitoy hukumati karantinni amaldan qoldirgandan keyin chiqqan videolardan menga kamidi ancha. Asosiyat bir narsa kamidi. Şuna zaten Şarkı Türkistan'da neymiş bu atıda hazır. Bana internet karango. Uygurlar kayısı günü kurvatıdı. Diyen mesele. İşkirde nayda köp işler bu atıda. Mesela Beycan'daki bazı caylarda 90%'deki adamlar kesel olup gitipti. Xitay virüslerinin jukumluptu. Nayda iğir ahval. Hazır andi karantinni amaldan kaldığandayken Xitay'daki nurgun caylarda haqlar yetib olish yo'lini tutyapti. Ishga tushqilmay, tlaga chiqilmay degandek. Nimishqa desa, bu yerdagi Xitoy hukumatinining qo'llangan siyosati inson aqliga mos kelmaydigan bir narsa. Demak, o'lishkin bir binoda bir odam kasal chiqib qolsa, butun binoni teshidan qulplab taqib yetib qolgan odam hozir ham hammani echitib anda qolgandan keyin bu osmon zamin farqi va tadbirlar bo'lgandan keyin bu kishilarning kalsini o'tmay bir xil qo'rqinchli ichida hozir sirq chiqilmayotgan ahvollar bor ekan, anadan keyin ig'ir kasal bo'lib ketib qolgan ahvol. Shu sababdan o'lib ketib qolgan qarilar bek ko'p ekan. Beijingdagi ba'zi joylarda hozir jasad ko'ydirish uchun haqlar 3 kundan ko'p uzunroq uchratimiz olmaydi ekan. O'lib ketgan jasadlarni, uydagi jasadlarni ko'ydirish uchun 3 kundan ortiq uchratimiz olmaydigan ahvollar kelib chiqyapti. Shunga bu jihat ish qilib Xitoyniki siyosatida, boshqa jihatdagi iqtisodiyotdagi siyosatlardami hozir 180 gradus burilish bo'lish alomatlari ko'rilyapti hozir. Shunga bu ish zaten endi nagicha borda darhol bir narsa olmaydi. Bundan keyin kuzatishimiz kerak. Bu yerga cho'ng bir masala. Yaqinqi 3 yillik vaqt bu Xitoy davlatini karantin qildik deb meni taqab sulab qo'yatgandan keyin ishlab chiqarish maqmagan, yangi maslahat yo'q, iqtisodiy kirim yo'q. Sharq Turkistonda men 3 kun ko'rgan bir xabarda hozir Xitoyniki shirkatlarini ishga tushinglar deb shuni chaqirib qilibdi, hali ishga tushgan olmay ishga qash qilib turibdi. Sababi nima desa, nurg'un odamlar ketib qolgan. Anadan keyin ishga tushsa bir mashinada biroz bir xamasha narsalarni bir yerdan yana biriga olib borishmi shunchalik tas. Yo'llarda tekshirilgan yerlar bor. Hal to'y ketib, ishga qochadigan bir ahvol shakllanib ekan. Gansuda bir eg'iz bor ekan. Qashqarlar shu yerni o'tmisi bo'lmay ekan. Birsing deyishcha, shu eg'izdan har kuni 10 mingdan jiq Xitoy o'tyapti deb shu xabarni ko'rdim men. Ashtaroq Müştaşlar bu vatıda andaki nazır Xitay'niki endi g'azinisi pul qolmaydi. Yerlik hükümette bulup mu? Aşta bu başka şu sebepten hazır endi nayet iğir kriz kıdış kiliş ahvali alışan alametleri var. Bu yıl keyinki 3 yılın içindeki iqtisodiyot en yaxshi bo'lgan bir yıl dünyaniki degan aşta gaplarni anladım ben. Zaten qandaq bo'ladi buni bilgil olmaydi. Hozir endi ba'zanlar Xitoy hokimiyati 2024-yili yiqiladi degan gaplarni o'tirib chiqyapti. Endi bu gaplarga men diqqat qildim. Ko'rsatgan asoslari nima deb. Asoslarniki bak ilmiy asosi kuchli emas, cho'ng emas, asosligi iqtisodga bog'lanyapti hozir endi. Mushtaq g'azinasi quruq, ishlab chiqarish yo'q. Aşağı bo'lgandan keyin bu hokimiyatning o'zini saqlab qilish mumkin emas. 2024-yil yiqilish mumkin degan ba'zi gaplar o'tirib chiqyapti.
Endi yakında çıkan yana bir çoğun haber nurg'unlar xabar topdinglar. Saudiya Arabistonidagi podshosi Xi Jinping degan jallodga doktorlik unvoni berdi. Bu bir cho'ng sharmandachilik. O'tganda O'zbekistondagi prezidenti Xi Jinpingga oltin medal bergan bizniki turk qarindishimiz. Bu qatim bizniki musulmon qarindishimizniki qarindoshlarimizning podshosi Xi Jinpingga doktor unvoni berdi. Bu bir cho'ng sharmandachilik. Uyg'urlar qat'iy kechirolmaymiz buni biz. Xi Jinping degan Xitoy 2014-yilning mobaynida 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni o'ldirib etdi. Hozir 9 milliondan ortiq Uyg'urlar yo'q bo'lib ketdi, Uyg'ur jamiyatida yo'q. Bu to'g'riliq haqlarga qamas bo'lib qoldi. Lekin amaliyotda Uyg'ur jamiyati intayin quruq hozir. U odamlar zodi nada qanchasi qoldi? Huquq olmaydi. Albatta men degandek Beijingni sal echayotganda 90% odam kasal bo'lib ketdi deyapti. Lagerlarcha. Lagerlarda 3 milliondan 5 milliongacha odam bor lager. U yer nima bo'lib ketdi? Ularga vaksina uramda mumkin emas. Ularni davolamda mumkin emas. Ularni karantin qilamda mumkin emas. Ular nima bo'lib ketdi? Odamlar nima ketdi? Sharq Turkistondagi odamlar nima ketdi? Hozir nada ular? Buning so'rig'ini qiladigan odam yo'q. Lekin mag'uylar, sharmandaguylar Xi Jinpingga doktorlik unvoni beryapti. Bu ishlarni men endi qanday tasvirlashni bilmayman. Sizlarga mushunchalarni deb qo'yay hozircha. Endi yana bir xabar, bu NASA'niki Marsga ismini chiqaradigan ishini boshlandi. Bu qanday ish desanglar, NASA arlab Marsga olam ushqurini chiqarib turdi. Kelar qatim olam ushqurini chiqargan vaqtida tizimlatgan kishilarniki ismi shu olam ushquriga qachlanib NASA Marsga bilib chiqdi endi. Mana bir ishni qilyotdi. Şu men bunu tizimlatish uchurlarini Facebookga chiqarib qo'ydim. Xohlasanglar tizimlatib qo'yinglar, bo'lib bolalarni qildirib qo'ysanglar, nihoyat yaxshi. Tizimlatib bo'lgandan keyin sizlarga bir guvohnoma berdi. Tizimlatding deb. Bir yaxshi ish. Endi ba'zilar deydi buning nima ahamiyati bor deb. Hammashinki cho'ng ahamiyati bo'lib ketmaydi. Amerikada ikki bayram bor. 10-oyning oxiri bo'lgan Jin bayrami o'tganda bo'ldi bu bayram. 10-oyning oxirimi, 11-oyning oxirimi. Andan keyin oldimizda Christmas bayrami bor. Masalan, bu bayramlarda xalqlar uyning oldiga har qism narsalarni Jin bayramida jinga oid narsalarni, chiroqlarni osdi. Hozir bu Christmas bayramiga nurg'un jarallarni, yalqachlangan haykaldek narsalarni shu nihoyat jiq narsalarni qilyapti. Ba'zi uylarga osgan chiroq necha ming kiloda endi. Xalqlar erinmay ishlarni qiladi. Endi payda ziyan nuqtasidan qarasa buni ahamiyati cho'ng emas, hech kimga foyda kelmaydi. Lekin kishilarning qiziqishi bu, ashlar qiziqadi. Shunga bu Marsga ismini chiqarish shunday qiziqishlarniki birisi endi. Ba'zi odamlar uchun hech qanday ahamiyati yo'q, ba'zi odamlar uchun ahamiyatli, qimmatli ish. Shuni sizlarga deb qo'ygim keldi. Yana bir ish 11-siylar o'tgan yakshanba kuni yaqinda Amerika olam boshqa chiqargan Artemis 1 degan olam ushquri qaytib keldi yer yuziga, qaytib kelib dengizga tushdi. Shu Tinch okeanga tushdi, Kaliforniyaniki qirg'idagi Baja degan yerga. Bu olam ushquri Artemis 1 degan olam ushquri 2 million kilometrdek yo'l minib, oyni bir qancha aylanib qaytib keldi. Jami 25-20 kun uchibdi. Uçuptu bu bir sınav. Bu qatimki bu sınavda adam yok. Endi Artemis 2 degan keyingi qatimki birisida adam chiqarmoqchi olam boshqaga. Bu qatim ikkinchi qatim chiqadiganimi qandaqdir oyga yoki Marsga bir yerga qo'nmaydi menimcha farzimcha. Shu odamlarni shu olam boshqa bir opirib shu xuddi qatim o'sha oylarni bir aylantirib kelish mumkin. Bu kelgusida koinot bo'shlig'iga odam chiqarishniki tayyorliqlari mavjud. Şunun dastlabki sınaqları şu şekilde bu iş oldu. Ma iş 11-siylar qaytib keldi Artemis degan. Andan keyin yaqinda chiqqan yana bir cho'ng xabar 13-siylar chiqdi. Amerika hukumati
bir yeni energiya manbasi tadqiqotida cho'ng bosish xarakterlik natijaga erishganligini jakarladi dunyoga e'lon qildi. Bu nima desanglar, fusion energy deydi. Fusion energy degan bizniki quyoshniki ilmiy asosiga o'xshash. Bizning quyosh issiqlik chiqaradi. İçida reaksiya bor. Bu yerda ichida reaksiyaning asosli shakli atomlarniki birikmasi. Sizlarniki biraz bildiğin şu yadro enerjisi sohasidagi narsa yadro elektr stansiyasi bor. Yadro elektr stansiyasida atomlarni parchalab issiqlik chiqaradi. Uningda uranium degan elementni parchalab shu orqali energiya chiqaradi. U energiyaniki yomon tarafi uniki axlati bor. Yadro axlati bor. Bu yadro axlatini bir taraf qilish intayin cho'ng masala. Bu o'tganda Yaponiyada bir yadro stansiyasidan masala chiqib, nayt eg'ir voqealar bo'lib ketdi, xabarlarda bor. Zaharlanish kelib chiqirdi, odam o'ldirish kelib chiqirdi. Endi bu quyosh energiyasidek jarayon bo'lsa, uningki axlati yo'q. Atomniki birikmasidan energiya chiqqanda uniki axlati yo'q. Isi yo'q, is chiqamaydi masalan. Biz kunbuyuk desak is chiqadi. Maşının motorini aylandirsak is chiqadi shundoq. Bu atom birikmasida is chiqmaydi. Ashta boshqa bu intayin pokiz, yana bir cho'ng narsasi bu mushu tadqiqot natijasi dunyoniki keyingi energiya masalasini hal qilish mumkin. Buniki albatta dunyo bu vaqtda tirishidi. Bu energiyani keng ko'lamda ishlab chiqarib, keng ko'lamda qo'llanish tarafga qarab mangudandi. Ashta mangsa kömür, gaz, nefit degandek narsalarni hammasi amalni qilib musaga o'tish mumkin. Men bizning idorada energiya, boshqa energiya manbasi to'g'riliq aralab ilmiy doktorat yig'inlari bo'ladi. Men qatnashib ketaman unga davomli. Dunyo kelgusi nega mangadi? Agar neft tep kelsa dunyo qash kunga qoladi degandek. Amerikadagi davlatlar energiya manbasi to'g'riliq bek ansirab ketmagan hozir qadar. Başka yol çıkıdı deb. Yani ma yol çıktı. Şunun qarğançada ehtimal yine 50 yılga qaramay muşnaq bir narsa keng ko'lamda ishlatilish. Sun'iy quyosh energiyasiniki keng ko'lamda ishlatilishi vujudga kelishi mumkin degan farazlar bor hozir. Bu qitimki bu natijani vujudga keltirgan o'rin Amerika'nınki Lawrence Livermore Devlet Tecrübehanesi. Lawrence Livermore Devlet Tecrübehanesi. Bu tecrübehane Şimali Kaliforniyada. Ben bu tecrübehane bir bakkan. Bununki Keşi'de yeni bir tecrübehane var. Devlet Tecrübehanesi. O Sandia Devlet Tecrübehanesi. Ben Sandia Devlet Tecrübehanesi da 1,5 yıl doktor açtı bab işlegen. Uçakda mende Xitay pasportu vardı. Şuna bu tecrübehanga kirdim bir qancha qitim. Men kirgan vaqtimda cho'qim yanimda odamlar bo'lishi kerak. Ashta qilib u yerda ba'zi yig'inlarni ochdik. Men bu Livermore tecrübehanasiga kirgan chaqdami ba'zi bir fikr almashtirish yuzasidan kirgan. Lekin men qildigan ishlarni ko'pincha sirt qildim. Tecrübehaning ichida emas, nima degan chaqda bu Xitoy grajdani cheklangan o'rin endi. Ashta boshqa odamning pasportim Xitoy pasporti 1995-96 yillari. Ashta boshqa ishni sirt qildim. Shu jarayonida shu Livermore'dagi yana bir lazer nuri shirkati bordi. Ko'pincha yig'inlarni shu yerda ochatdik. O Sandia tecrübehanadagi meni ishlatgan kishilar mishaga keldi, shu yerda ichib ishlar qildik. Keyin bu tecrübehanadagi ishlarim tugagandan keyin shu lazer shirkatiga xizmat qildim. Meniki birinchi xizmatim shu yerda, shu Livermore degan shaharda. Mahum mishada bo'pti, shu ishlarga deb qo'yg'im keldi. Men shu chaqda Sandia davlat tecrübehanasida men ustoz bo'lgan kishi hozir Georgia shtatidagi Atlantik shahridagi Georgia Texnologiya institutining fizika fakultetidagi mudiri. Intayin qiziqarli odam. Ajoyib qiziqarli odamlar bor. Amerikadagi olim, mesela tadqiqotchilar qarasanglar, ularniki ajoyib bir qiziqishlar bor, hayron qolasizlar. Men ustoz bo'lgan odam bu sayohatchi bu. Sayohatchi, shu dunyoniki odamlar bormaydigan yerlarga tik chora arpalarda o'tirib berib, ashta qildi bir qitim Avstraliyaniki bir oralig'i berib,
aşağıda ilan qo'g'irlab ketgan yo bir hikoyalarni maqol qilib yozib tarqatgan keyin O'rta Osiyo'niki Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyami uchun kesishgan bir yerga berib bir mashina berib mashinasi petib qilib oqisini qo'llab qo'ng'idan ishtirib chiqargan hikoyalarni yozgan bu odam. O'sha odamlar bular. Aniki men bu ishga ham bir odamniki shaxsiy tikuvchi aeroplanyapti. O uçuş havaskar endi. Mustaqilliklarni qildi bular. Ish qilib, ma'u shu Liverpool tajribaxonada bo'pti bu ish. Sizlar deb qo'ygim keldi. Bunu da bugungi sizlar deydiganim shundaq. Ehtimol sal diqqat qilgansizlar. Degan qisqaroq qildim. Birisi xabar bekchi emas yaqinda. Salomatligim sizlar yaxshi emas. Men DC'dan qaytib kelib biroz og'rib qoldim. Virus emas, men tashutdim doktorlarga, qattiq tashutdim. Virus emas, zukam boqapti men. Hozir Amerikada biz boyada zukam bak taqab ketdi, egri. Bak egri. Men virusim bo'lib boqqan birinchi oyda. Virus bo'lib 20 kunda saqayib ketgandim. Maqatim zukamniki Amerikada ikki xil bor ekan. Cold and flu degan. Men flu bo'lib qaptiman. Fluning virusi bor ekan. Bu viruslar Xitoy virusi o'xshash narsa emas, ammo zukamning virusi bor ekanda. Bu odam dahshat qiynab qo'ydi ekan. Men seshanba kuni doktorxonaga bordim. Borgandan keyin doktor shu vaqtni uzdilar, hozirdan boshlab davomimiz olmaydi degan. Lekin bizning dora yilning oxirida jiddilashib ketamiz. Ashta bo'lg'achqa 2 kun dam olishni oldim, lekin ishlashni to'xtatmadim. Dam olmadim qattiq. Dam olmadim, bugunmi videoga chiqmayman deb chiqib o'ynanib buni saqlayotgan qarindoshlar bor. Shuni saqlab qolmasa, uni umidlantirib qo'ymaydi deb yana azroq bo'lsa-mu tayyorlik qilib chiqib so'zladim. Amaliyotda buni jiq so'zlay desammi, bu hozir Xitoydagi oq qog'oz inqilobi sal pasayib qolgandan keyin bu Xitoy haqidagi xabarlar biroqlam ozlab ketdi. 90% ozlab ketdi Twitter'larda. Hayron qoldim. Ashtaraf bo'yotdi, shuni bundan xabar yo'qdi. Herhalde diqqat qilinglar. Bu flu virusning yamanki xil qiynadi meni. Men virusning uncha qiynab boqmagandim. Şuna ama ansirmanglar, men salomatligim bak hech qanday xatarlik bir ish yo'q. Egri vaqtdan o'tib ketdim hozir. Herhalde hozir yaxshi. Bularda esa kilar qatim video qilgan juma kuni yangi yilning oldidan bo'ldi ekan. Xudoyim bursa shu joyda ko'rishimiz. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.